Assalomu alaykum. Mena vlog guruhi a'zolari. Mana tanaffuslardan keyin mana reklama olishga bordik. Shunga ozgina kela olmasdan qolgan ishlarni ola olmadik. Mana bu ishlarimiz Andijonda karvonda oldida bo'lyapti. Melarning bir silo birinchi siloy bo'pti. Xudo xolasa bugun qo'yishibdi. 2 soat o'tdi hozir mashalar qilganiga. Mana buni bitgan holatini ham olib chiqaramiz sizlarga. Shunga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimiz 93lik 069 0200. Mana metr bilan chiqqanman. Metrimiz 10 da yo'llashilgan birinchi siloyni o'zi 9,5 pashti 10 bo'lgan. Xudo xolasa 10 dan oshiqroq bo'lar ekan. Buni ikkisi bor, buni 3 bor, xudo xolasa. Xudo tekkiz olib, go'zal olib qoladi. Cho'nisini urib ketishyapti vallahi hozir. Metrning jami kvadrat 160 kvadrat bo'lyapti. Ikkinchi etajimiz. Ma'lumotlar berib o'tsak, narxlar to'g'risida. Birinchi etajlarimiz 10 bo'ladigan bo'lsa 60 ming so'm qo'yyapmiz hamma yo'q ichida. Ikkinchi etajimizda narx jinni qo'shiladi, chunki so'm hisobiga yuk olish jarayonida bolalar jinni qimmatroq ishlaydi. Shuni hisobiga 70 ming so'm bo'ladi. Kimga shunaqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqa qilaveradi. Maylar ham bo'pti mana xudo xolasa. Menlarni olamiz mana. Mening dash 10 dan baland ham. Birinchi loy. Chegalarni qolib qo'yib bo'lishgan, oqib ketmaslik hisobiga. Strashniy emas, bellar quyiladi ustiga. Chala joylar ham bekilib ketadi. Biz bilan bo'linglar, xudo xolasa buni bitgan holatini ham olib ko'rsatamiz. Qanday holatda bo'lyapti? Hamma yo'g'ini. Sinmaydi, qo'lanmaydi deb so'raganlarga yangi holatini ezyapmiz mana, sinmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Loydan effekti ancha yaxshi, zo'r. Loyimiz ham shunday bossak 3-4 kundan keyin yollaydi, boshqa narsa bo'ladi. Xudo xolasa bu yollamaydi ham, chizilmaydi ham, xudo xolasa uqalanmaydi. Ustiga narsa bossanglar ham bo'laveradi, boshqa qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Bemalol yuryapman mana. Quyilish jarayonini olyapmiz. Uyishyapti ustakalarimiz.